Yurtimiz dorivor o'simliklar va giyohlarga boy o'lka. Sohaga qaratilayotgan e'tibor sabab mazkur yo'nalishdagi ishlar ancha jonlangan. Aslida ham bu soha muhim ahamiyatga ega. Shifobaxsh o'simliklar farmatsevtika sanoati uchun eng muhim xomashyo sanaladi. To'g'ri aytasiz, shu sababli tabiiy sharoit va o'ziga xos hududga ega bo'lgan Jizzax viloyatida dorivor kavrak o'simligini yetishtirish kengaymoqda. Mamlakatimizda yovvoyi holda o'suvchi kavraklarning 40 ga yaqin turi uchraydi. Uning 7 turi O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan. Qizil kitobga kiritilmagan 3 turi sanoat ahamiyatiga ega bo'lib, ular sassiq kavrak, Ko'qiston kavragi va shayr kavrakdir. Ma'lumotlarga ko'ra, yurtimizda har yili 8 tonna kavrak xomashyosi tayyorlanmoqda. Demak, o'simlikni madaniy holda yetishtirish mahsulot hajmini keskin ko'paytirish imkonini beradi. Arnasoy tumanida tashkil etilgan Shifo kavrak fermer xo'jaligi dala maydonida kavrakning 2 turi urug'lardan ko'paytirib kelinyapti. Kavrakka e'tibor keyingi vaqtda juda kuchaydi. Sababi turli kasalliklarni davolashda qo'llaniladi. Shifo kavrak fermer xo'jaligi tashkil qilganmiz. Shu yerdan loyiha bo'yicha hozir 20 gektar maydonda kavrak ko'chatlarini urug'lardan ko'paytirib maydonlar tashkil qildik. Bu yil tajriba tariqasida yelim olish mo'ljallanmoqda. Albatta, bugun har bir sohada ilmiy asos istiqbolni belgilaydi. Ushbu dalada kavraklarni parvarish qilish, ularni ko'paytirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar Jizzax davlat pedagogika instituti olimlari bilan hamkorlikda olib borilmoqda.